remontlarni ham chiroyli qilib, mablag'ni ham narx qo'yibdi. Xullas, shunaqa Yunusobod 4-kvartal, avtosalon kiruvini bilasizlar. O'sha yerda xullas joy zo'r, etaj, ikkinchi etaj, etaji ham zo'r, remonti ham zo'r ana sizlarga. Yevro remont yangi hech kim yashamagan 60 kvadrat mana bundan podyezddan kiraverish. Bu yog'imiz mana yo'g'i hojatxona mana. Ana installyatsiyalarni ham chiroyli qilib, kabellarni ham mana yo'qlarni ko'rsat. Kuxonniy mebellar tayyor, gaz plita, xolodilnik, romlar, elektrika, santexnika, xullas ninasidan ipigacha almashgan dedik-ku. Mana bu yog'imiz vanda mana. Stiralkalarni ham qo'yib qo'yibdi. Rangdan chiroyli qilib, bu ranglarda kirib cho'milgilar keladi. Voy, mana spanning rangini qaranglar. Izumrudniy rangmi, yashil rangmi nima deydi? Hozir rangni ham bir allamalo ranglar bo'lib ketyapti. Bir nejniyatagi chiqdi, mana bu yerda ham svetli chiqibdi. Har qayerda kelib ko'rsanglar, ranglarni chiroyli tanlagan. Mana 5 ga 6 zal. Mehmonlarni o'tkazib qo'yib yoki divanlarni qo'yib o'tiradigan. Xullas narxi 76 ming. Yangi Yevro remont Yunusobod 4-kvartal, Kruk, Mega Planeta, metro, atrofi maktab, bog'cha, market, hamma narsa bor. Uy zo'r, tamom, kelinglar, olinglar, maza qilib yashanglar.